Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Bishardan keyin hojibolarimiz, hojonalarimiz hozir mana Uhud tog'ini ziyoratidalar. Mana hojilarimiz inshaalloh Uhud tog'ida bo'lgan voqealar, tafsilotlar bilan tanishib chiqdilar. Yana bu Uhud tog'ida bo'lgan voqealardan xabardor bo'lgan mana hojibolarimiz tariximizga bir nazar tashlab, tariximizda bo'lgan voqealardan xabardor bo'lishdi. Yana bu yerda bo'lgan mana janglarda shahid bo'lgan shahidlarimiz, mana 70 ta sahobalar, ularning haqlariga bir duoyi xayrlar qilishlik bilan inshaalloh safarimizni yakunlayapmiz. Bu yerda shahid bo'lganlarni oxiratlarini obod qilsin. Dinimizga, mana xalqiga qilgan xizmatlarini Alloh ajri mukofotlari bilan silab, oxiratlarini obod qilib, o'zini roziligiga erishtirgan ulug' ajrlar bilan silasin inshaalloh. Mana hojibolarimiz, hojonalarimiz shahidlar qabristoniga kelib, inshaalloh bu yerda shahid bo'lganlarning haqlariga chiroyli duolar qilib, mana ulug' ajrlardan, savoblardan bahramand bo'lishlik ilinjida turibdilar. Alloh ulug' ajrlardan, savoblardan bahramand eylab, barchamizni har ikki dunyo saodatiga musharraf qilsin.